Sovqotdimi? Sovuq, Sovuq juda. qanaqa sovuq? Deraza, deraza. Olma. Uyimiz ham yaxshi. Deraza qo'yishimiz kerak. Deraza qo'yishimiz kerak edi. Mana kasarchik bo'ldimi? Kasarchik bo'ldimi? Senga olishimiz kerak. To'g'rimi, Riko? Tek ovqatimizni qara. O'tgan safar anavi froz qoldirib ketgan. Pullarni ol. Men yom mosh tushganaman bu. Kiyimim. Normal. Nimadan olay? Pullarni ol. Sotib olamiz nimadir. Bilmadim, sotib olishimiz kerak bugun. Mana bo'ladi. Menga beryapsan. Sen o'zing ham askar sesherda o'tirib turib uyimizda qo'riqlab qo'yib, "Xo'p bo'ladi xo'jayinim." Ya'ni lordim Jahongir. Ayol lord dema bizdan nima. Yaxkida Riko. Birikta kitoblarda o'qidim-da. Короче, shu 4 ta asosiy qurolligi bor ekan. Hammasini aytib beraymi senga? Hozir qalqon ichib olay. Birinchi qurollik, eng birinchi o'rin zero qurolligi ekan. Zero? Unda narsalar, askarlar tiqilib yotibdi. Zero. Bilasanmi? Arturni o'ldirgan. Artur. O'zingga qaytar. Короче, Arturni o'ldirgan. Ikkinchisi aytaymi? Ikkinchi o'rin shayx qirolligi. Mana bu qirollik. Uchinchi o'rin lord qirolligi. Uchinchi o'rin lord. Shuning lord bashi. Lekin 4-chi o'rinni hali topolganim yo'q. 4-chi o'rin haqida men bilaglar yo'q, nima edi? Shu ma'lumotlar yo'q. Lekin 4 ta aytilgan. Bugun короче narsalar o'ylashimiz kerak. Sotamiz ko'plar qilib. Tushunarlimi? To'g'ri steklarimiz bor, shular sotsak bo'ladi. Просто bular pishirilmaganini sotishimiz kerak. To'g'rimi? Kim bilan kelyapti? Nimaga? Daraxtlar yiqitib ketyapti. Daraxtlar ham kecha shamol bo'lganda unga ham yiqiladi. Mana birinchi qo'y. Narsani o'ldiraman. Ana. Хорошо, ketir. Bo'ladi tomonga. Ana nima qilamiz buni? Ana chuni. Shu o'zing olib tur, o'ylab o'tamiz. Chotdi. Birkin. Ko'rding? Qurollik. Bu askar bor ekan. Buni shu qurollik aytding-a? Yo'q, bu qurollik umuman taniyman. Qurollik juda kuchli o'xshaydi. Endi askar bor ekan tepada. O'shani kamun bilan urishga harakat qilib-ku. Sen kamunni zo'rsangiz men qo'y qarang. Bu yoqda ham bor ekan chinakam. Niyapti? Bo'ldi. Balki egallashga harakat qilamiz, Riko. Egallaymiz siz bilan. Tegdimi? Хорошо. Kim o'ldirdi? Sen o'ldirding. Хорошо. Ketdik. Endi bitta kamonchi yo'q, bizdan urolmaydi. Bitta kamonchi o'tasi. Bizlar ko'rmadimi? Bitta kamonchi bor. Bu kamonchilar bu o'rmon, ya'ni daraxtlar ichidagi qurolli. Bu daraxtlar nimaga joylashgan aytaymi? Kamonchilari zo'r bu qurollikda, lekin bizlar eshitamiz kimga? Kichkina qurolli kuchsiz bo'ladi. Lekin bu qurollikda daraxt hujum bo'ladi. Askar Misr bilan qilgan managimiz qilamiz hozir. Nima? Ana loyiha bilan chiqqanmiz. O'qigan bo'lsangiz kerak kitobda. Da. O'qigaman sizlarni. Da. Bo'ylarni daraxtga chiqish kerak. Bu daraxtdagi qurollikku. Daraxtga chiqib olib turib. Mana как раз. Mana qo'sh. Alloh qo'yaman. Manaqa. Men juni qo'ymay. Juni mayli ber. Mana. O danati qara. Kamon bilan urishga harakat qil. Kamon. Da. Tegdi. Yana tegdi. Mana kelyapti. O'ldiramiz. O'lmaydi-ku.
O'ldirdi. O'ldirdi. Tepada. Bizga o'tmoqchi. Nima? Molini o'ldiraman. Moliga tegdi. Molini o'ldirma. Agar egallasang mollarni sotishimiz ham mumkin. To'g'rimi? Aholisiga unchalik teginma. Bo'ldi. 1, 2, 3. Hujumga tushamiz. Jiddilar bor ekan. Bizga hujum bo'lmoqda, qurollar. O'ldirdik. Orgacha boramiz. Siz ana yerda askar o'tiribdi. Aka, tepada askar. Bizga hujum bo'lishyapti, yigitlar. Давай. U menga chalg'ib turibdi. Riko. O'ldi. Tepadagi. So'tlarni. O'ldi, tepadagi boyagi o'ldi. O'ldimi? Ichkari beri kuchga kiradi. 1, 2, 3. Bu yo. Yigitlar. Tashqari 2 kishi, normal 2 kishi. Qoch. O't. Tegdi. Kamon bilan urishyapmiz. Kamonchilarimiz qani? Kamonchilar o'lib ketgani qachon edi? Tentaklar. Men bu yoqdan kiraman. Men shu yerdan o'rsam bo'ladi. Yaxshi. So'tlarni qani? Tegdi. Yo'q. Mana. O'ldi birinchisi. Qochoqdan deyman. Hayır. Meni qilchim sinib ketdi. Sindimi? Ketdik. Bularni quroli kim ekan? So'tlar bor ekan. Agar biz askarlar bo'lsa shularni. Yo, tepada. Ko'rdim uni. Ketdik, qurolni o'ldiraylik. Qurol qani? Tepada-da, xuddi. Sen o'lding. Sen bu yerda qurolmisan? Ha, sen o'lasan bugun, bilasan shuni. Qayerga qochasan? Riko. O'ldi. Biza endi bu yerda menimcha endi biza bu yerda xo'jayinmiz. Ketdik, aholisi oldiga borib bir tanishib. Ular mardikorlik qilib yotibdi jitirlardi. Tentak. Aholini oldiga borib hammasini qo'yib yuboramiz. Jitir. Bu qurollikni biza egalladik. Sen kim tomonda o'tasan? Bizning tomondami, eski quroldimi? Sizlar egalladinglar. Qayerga? Buni ko'rib kelay. Chota qurol o'lganini ko'rib. Boshqa jitirlar oldiga boramiz. Ish joyi. Qayda jitirlar? Короче, u uyda hamma narsani olib kelish kerak. Biz jitirlar. Nimadir bu? Biz askarmiz. Past askar bor ekan. Biz agarda bo'lsaptimi? Sizlar qurollaringni o'ldirgan askarlarni. Yumor ekan. Pastda yo'l bor ekan. Ko'rsatib. Shak. Askar bormi? Askar yo'qmi? Askar bor ekan. Tur. Bizdan noto'g'ri vaziyatdamiz. So'rang ekan. Nima yaramas. Bo'ldimi? Yana bitta askar bor ekan. Tiq. Ko'rmay qolishdi. Yaxshi. O'ldi. Qamoqxona ekan. Boyagi qurolni o'ldirmaganmiz dedi, mana shu yerga qamab qo'yardik. To'g'rimi? Lekin yaxshi. Bo'lib ketdik. Hamma ozod bo'ldi shekilli. Meni uxlab qo'ymadi. Qaydasan? O'sha yerdan qamoqxonaga ko'rib chiqyapman. Bu qurollik bizaniki. Bizlarda endi nihoyat qurolligimiz bor. Xudoga shukr. Bittansa qurollik eslab bittansa esimga tushmaydi. Nima, mistermi? Endi jitirlar qani?
Ya aytdichi mollar. Mollarga tekizvordim men. Voy. O'lib ketganmi? Yo'q, ottasi o'lmagan. O'lmabdi. Qarasan yigit. Yaxshi bu yerda o'qlar ovozi, qilichlar ovozi eshitilganga chekib qolgandim. Bu yerdan nima bo'libdi o'zi? Bizlar xullas bu qurollikka qo'zg'olon uyushtirib, bizlar bu qurollikka egalladik. Yo'q, biz men o'ldirmasam? Ya, o'ldirmaymiz. Qo'rqma, bizlar yaxshilik tarafdorlarimiz, sizlarni himoya qilishga kelgandik. Yo'q, himoya qilishga emas, biz egallashga kelgandik. Baribir sizlar bizga mayli xizmat qilamiz, bizga itoat qilamiz. Jahon king. Hech qaysi o'ldirmayman. Mana bitta jitil borki, eshitib o'tirib kelibman. Nima? Kristal qilma, nima qilyapsan? Sen qurollikda anavsini kimsan sen? To'xta. Sen nima biza gapni eshityapsan? Shunchaki gaplarni biz eshitib har xil jitillar biza oldimizga chiqib bizani gapimizni eshitmoqchi. Sen lekin pistirmachilikda eshityapsan. Nima qilyapsan o'zi? To'xtasanda Nito baribir bunaqa narsa, achkilar xalqdan qurollarning yordamchisi bo'ladi. Qurolning yordamchisi emasman. Buni sotib o'tiribsan-ku, yordamchisi emasman deb. Men hali yordamchisisan deb so'raganim yo'q-ku. To'g'rimi? Da buni qamayman. Kimsan sen o'zi? Hech kim emasman. Yordam. Bunaqa kerak emas. Menimcha bu qurollarga mana yetkazib bera, xabar yetkazib bera. Bo'lib ketgan uyga, bizani uyda o'qiymiz. Askarni ham olib kelishimiz kerak. Askar olib kelishimiz kerak. Ertaga olib kelamiz. Yaqinda kelinglar deydi, yaqin 1-2 soatlarda. Kerak emas, ketdik. Qayerdan uy qilsam ekan? Ketdim qurollik uyiga. Qurol asosiy qasrni uy quramiz. Ana shu qurollik ichida ham uy quramizmi? Ana yoqda. Ha? Yo'q-ku. Ha? Mana nima qilyapti? Yo'q. Ber boshqa joydan boramiz. Berlarchi. Egallaganimizga endi bemalol bo'pti. To'g'rimi? Nima edi endi bu? Bizani menga bu katta o'yinchalik yo'qmi? Nima deganda bu yerga ko'plar hujum qiladi-ku. Chekkaga boramiz, ketdik. Chekkaga? Chekkada uylarga. Stop. Mana sanoqlar ko'rmadik ekanchi. Bunday. To'g'ri. Xo'p, tak. Yaxshi. Qayerda bor deding? Ana chekkalarda uyda bor-ku, o'sha yerga boramiz. Hozir eshitaman. Yo'q. Ana shu qurollarni egallaganimiz uchun avtomat sensor. Yo'q. Men bermay kichkina ekan. Mana uyim. Qan? Bu davlat odamlar bo'ldi. Men ochib o'qiyman. Men damolaychi yomon charchadim. Qilichim sinib ketdi. Uyda qilich bor. Ertaga uyda faqat so'tlar bor. Ertaga qilich. Stop. Ana bizning uyimiz oldida kichkina bozorcha bor. Qilich sotamiz ertaga. Bugun dam olaylik.